Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bemorni kardiogramma qilganimizda ba'zan yuragida chandiq aniqlanib qoladi. Ya'ni bemor oldin miokard infarkti o'tkazgan bo'ladi. Bemordan siz oldin infarkt bo'lganmisiz deb so'raganimizda yo'q hech qachon infarkt bo'lmaganman, hech qachon больницada yotmaganman deb javob beradi. Bugungi videoda kimlarda miokard infarkti og'riqsiz kechadi, ya'ni kimlar oyoqda yurib o'zi sezmagan holatda infarkt o'tkazishi mumkin. Shular haqida qisqacha gaplashamiz. Eng ko'p og'riqsiz infarktlar bular qandli diabetni ikkinchi tipi bilan uzoq vaqt og'rigan bemorlarda bo'ladi. Ya'ni qandli diabet kasalligini kechki davrlarda bemorda ichki a'zolardagi og'riq sezuvchi nervlar zarar ko'radi. Ya'ni buni tibbiyotda visceral neyropatiya deyiladi. Ichki a'zolardagi nervlar zarar ko'radi. Shu jumladan yurakdagi nervlar ham zararlanadi. Ya'ni og'riqni sezmay qoladi. Og'riq bo'lgan taqdirda ham bemor uni sezmaydi. Ya'ni yurakda infarkt bo'lganini odam o'zi bilmay qoladi. Lekin infarktning boshqa belgilari bemorda kuzatiladi. Masalan, kuchli ter bosish bo'lishi mumkin, sovuq ter bosadi yoki holsizlik yoki bosh aylanish, ba'zan ko'ngil aynish holatlari bo'ladi. Faqat og'riq bo'lmaydi. Endi masalan, yoshi katta 65-70 yoshdan oshgan bemorlarda ham ko'pincha odamlarda nervlarda sezuvchanligi kamayib ketadi. Natijada yoshi qari odamda kuzatilgan infarkt ham ba'zan og'riqsiz kechadi. Ozginagina shu ko'krak qafasida qizish bo'ladi yoki achish bo'ladi va bemorda ter bosib holsizlanishi mumkin. Lekin bir faol shikoyat bildirmaydi. Natijada bemor infarktni o'zi bilmagan holatda o'tkazib yuboradi. Undan tashqari infarktning yana noodatiy joylashuvlari bor. Ya'ni atipik kechishi deymiz, noodatiy og'riqlari bo'ladi. Masalan, aytaylik, infarkt yurakning pastki devorida bo'ldi deylik. Mana shu devorida bo'lsa, ya'ni aynan mana shu tomirga tromb tiqilishi natijasida mana shu joyda infarkt bo'lsa, yurak mana shu sohada joylashadi, mana shu holatda. Buni pasti oshqozonga qarab turadi. Va agar o'sha oshqozonga qaragan devorida, ya'ni pastki devorida infarkt kuzatiladigan bo'lsa, oshqozon og'riqlari bilan deyarli 90% bir xil bo'ladi. Buni ba'zi bir yaxshi tajribali shifokorlar ham ajratishga qiynalib qolishi mumkin. Chunki og'riq vaqtida ham ko'ngil aynish bo'ladi bemorda, ham qayt qilish bo'ladi. Xuddi oshqozon belgilariga o'xshash bo'ladi. Va bu davrda bemor oshqozonga davo choralari ko'riladi, infarkt o'tkazib yuborish ehtimoli ko'p uchraydi. Buni faqatgina kardiogramma tekshiruv yordamida ajratib olishimiz mumkin. Yurakmi yoki oshqozonmi aniq ajratib olsak bo'ladi. Lekin agar kardiogramma yo'q bo'lsa, buni ba'zi bir elementar belgilari bor, shularga qarab ham ajratishimiz mumkin. Masalan, oshqozon og'riqlari ko'proq tunda bo'ladi. Yarim kechasi qorin och qolgan vaqtda bo'ladi. Kunduzi ham och vaqtda bemorda zarda bo'lishi, oshqozon sohasida og'riq kuzatilishi mumkin, ba'zan ich qotishi mumkin. Yurakda og'riqlari ko'proq qorin to'q vaqtda bo'ladi. Ya'ni erta bilan masalan to'yib ovqatlanib piyada yurgan vaqtda ba'zan og'riq kuzatiladi. Ham yurakda og'riqda kuchli ter bosish bo'ladi. Sovuq yopishqoq ter bosadi bemorda. Oshqozon og'riqlarida ter bosish deyarli kuzatilmaydi. Undan tashqari yoshda ham ahamiyati bor. Masalan, oshqozon og'riqlari nisbatan yoshlarda uchraydi, 40 yoshgacha bo'lgan davrda. Infarktlar ko'proq yoshi katta bemorlar, yoshi katta odamlarda kuzatiladi. Ya'ni 40-45 yoshdan keyin boshlanishi mumkin. Buni aniq tashxis qo'yish uchun aytib o'tganimizdek, faqat kardiogramma usuli bilan aniq tashxis qo'ysa bo'ladi. Endi undan tashqari infarktning yana bir atipik joylashuvi bor. Ya'ni infarkt yurakning yuqori tomonida, ya'ni bazal qismi deymiz, yuqori tomonida infarkt kuzatiladigan bo'lsa, bemorda og'riq ko'krak qafasida yoki chap qo'lda bo'lmaydi, pastki jog'da bo'ladi. Va natijada aynan uch shoxli nerv deymiz, shu joyda joylashgan nervning og'rig'i bilan juda yaqin keladi, bir-biriga o'xshash bo'ladi. Ko'krakda og'riq bo'lmaydi. Natijada buni nevropatolog shifokorga jo'natiladi bemor. Ba'zan shu uch shoxli nervga davo muolajasi olishi natijasida bemorda miokard infarkti oyoqda yurib o'tib ketib qoladi. Mana shu holatlarda ko'proq infarktni shifokorlar ajratolmay qolish ehtimoli bor. Ba'zan bemor umuman tibbiyot muassasasiga murojaat qilmasdan oyoqda o'tkazishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun tavsiyam, har qanday masalan qandli diabeti bor bemorlar albatta bir yilda bir marta bo'lsa ham kardiogramma tekshiruvdan o'tib turishsa yaxshi bo'ladi. Yoki har qanday qorindagi og'riqlar, u oshqozon og'rig'imi, boshqa og'riqmi, har qanday qorinda bo'lgan og'riqlarda albatta birinchi o'rinda kardiogramma qilib ko'rilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi og'riqsiz kechadigan infarktlar og'riqli kechadigan infarktga qaraganda 2-3 barobar xavfli hisoblanadi. Chunki bu davrda og'riq bo'lmaganligi uchun bemorga vaqtida davo muolajalari qilinmay qoladi. Ikkinchidan, bemorda harakatni cheklamasdan og'riq yo'qligi hisobiga bemalol harakatini davom ettirish natijasida infarkt yana ham rivojlanib ketib qolishi ehtimoli bor. Shuning uchun albatta yoshi katta odamlar, kasalligi qandaydir qandli diabet boshqa kasallik bor odamlar albatta bir yilda bir marta kardiogramma qilib yurishlari maqsadga muvofiq. Agar sizga video manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalga a'zo bo'ling, savolingiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring.